Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu Robert Player kanali do'stlar. Bugungi videoda men sizlar bilan yana o'sha oldingi videomizdagi qanday qilib oddiy Minecraftda PvP server ochib bo'ladi. Shu videoni olamiz do'stlar. Birinchi o'rinda biza video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar. Va biz bundan da qiziq videolar chiqaramiz. Unday bo'lsa videoni boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib oldingi videodagi playga bosamiz va new game ga bosamiz do'stlar. New game mashinaga bosamiz do'stlar. Keyin bu yerda mana bu yerda turgan narsani bosamiz. Turbochaga turgan botga eng birinchisiga nomini yozamiz do'stlar. Ya'ni serverning nomini. Masalan, like boss. Mana do'stlar like bosinglar. Keyin uni pastiga katta harfda play nuqta pvp nuqta nuqta emas craft nuqta ru va donni bosamiz. Bu yerda add server degan joy bor do'stlar. Mana shunga bosamiz va creative world mashina bosamiz do'stlar. Kirib ketadi va oldingidagi ya'ni oldindagi video degandek bu zondan chiqib ketamiz do'stlar. Chiqib ketganimizdan so'ng bu yerga kiramiz do'stlar. Mana bu yerda turibdi PvP craft nimaga rolet shu joyga turibdi. Mana shunga bosasiz do'stlar va kirib ketadi. Afsuski menda kirmaydi do'stlar. Sizda kirishi mumkin, menda ham kirishi mumkin, faqat lekin nimagadir kirmaydi do'stlar. Sizda kirishi mumkin do'stlar, shu narsani qilib ko'ringlar va sizda ham kirishi mumkin va PvP ni mazza qilib o'ynaysiz do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa do'stlar, videoga like bosing va obuna tugmachasini bosing. Agarda o'z fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qo'ying do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Xayr do'stlar.